maydondagi va shunaqli televizor ekrani oldidagi barcha azizlar. Assalomu alaykum vatan bag'rida chiroyli echilgan barliq gulg'unchilar. Birinchi iyun bolalar bayramingizga muborak bo'lsin. Hammamizga ma'lum, jamiyatimiz ushqandak taraqqiy qilayotgan. Barcha xalq, barcha har millat xalq ommasi ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlikdan iborat bosh nishonni cho'rdigan holda inoqlik naqsi yangritayotgan bu baxtiyor minutlarda nurg'unlagan kichik cho'lponlarimiz orqa-orqadan yetishib chiqmoqda. Shundoq to'g'ri dedingiz. Bir balliq bir yo'l qurilishi o'ttirib qo'yilgan shunda xayrli kunlarda Gul Iman Mavlammo o'zining san'at jihatiga ortiqchilikni joriy qildirib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonimizning bolalar adabiyot san'at ishlarining taraqqiyotiga bir kishilik ta'sirini qo'shib kelmoqda. Shunda, mana shunday xushal damlarda biz 1-iyun bolalar bayramini tabriklash bilan birga Gul Iman Mavlam va uning kichik do'stlari o'rindigan Baxit Guli san'at kechiligini huzuringizga sunmoqchi. Shundoq, unda qo'sa biz gapimizni qisqartib, mushu kechiligimizga intizor bo'lgan barliq kichik do'stlarimizni taqozo qilmay kechiligimizni boshlaytamdik. Albatta bo'ldi. Tuanni huzuringizda bo'ldig'ini inoq biz, ittifoq biz. Qani, marhamat. Biz bir aile, bahtiyar inav, vabayı seni, bu ana toprak. Biz bir aile, bahtiyar inav, billa yaşnigan, bilen yaprak. Bizimle gelgen, ulu şahirin, boldi bizlerge nur çıkın çiğren.
Nurşat, endi men sizdan bir savol so'rab baqay. Qani so'rang, javob berishga men tayyor. Bizning mushu ulug' vatanimizni qo'g'dayotganlar kimlar? Ha, men savol so'raymatsiz, qanchalik tez savol so'raydi deyapman. Hammamizga ayon bizning ulug' vatanimizni qo'g'dayotgani bizning ozodlik armiyamiz. To'g'ri javob berdingiz. Bu savolni so'rashimda mundaq bir maqsad bor. Bugungi bizningki mushu kechiligimizning bosh personaji bo'lgan Guliman Mavlan o'zining tuandagi numerida mushu bizningki ozodlik armiya jangchilariga bo'lgan salomini yeb kelibdi. Albatta kichik do'stlarimiz buni unutib qolmabdi. Bizning shu ozodlik armiya jangchilarimiz haqiqatan madhiyalanishga arziydi. Shundaq, undaqda tuandagi numerimizda ular qanday salom yo'llaydi? Birlikda ko'rib baqaylik. Qani, marhamat.我想当个小水兵，拥抱蓝天和大海，摘掉头上下花帽，穿上军装斗气派，还有和我交朋友，老伙为我把手拍，主角好像大又来，我在加班要有班。我想当个小水兵，啦啦啦啦啦啦啦啦，拥抱蓝天和大海，啦啦啦啦啦啦啦啦，我想当个小海军，啦啦啦啦啦啦啦啦，保卫祖国多好美。我想当个小海军，翱翔蓝天和大海，剪掉我的小花辫，肩上飞着蓝飘带，月儿追着我来爬，海风和我来比赛，手握钢枪迎风浪，保卫祖国多豪迈。Nurşat, hammamizga ma'lum, bizning shu ko'p millatlik Junxo cho'ng oilamiz 56 millatdan tarkib topgan. Go'zal vatan qo'ynida bu millatlar azaldanla inoq ittifoq yashab kelyotidi. Shundaq bu nuqtadan ilib aytganda biz cho'nglarning emas, balki barliq kichik do'stlarimizning vatanga bo'lgan minnatdorligi hargiz tugab qolmaydi. Shundaq, mana bu so'zimizning dalili sifatida tuandagi nomerni ko'pchilik bilan birga ko'rib boqqan bo'lsak, qani, marhamat.
Yoshlar yuqorqi numurdan biz mushu xo'shalik cho'mgan bolalarning vatanga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbatini his qildik. Tuvandagi numurimizda bo'lsa, Guliman bizga bir Uyg'urcha, inglizcha naqsh etib bermoqchi. Shundaq balkim bu naqshini anglasa, ekran oldidagi sevimli kichik do'stlarimiz, shundaqla naq maydondagi barliq kichik do'stlarimizning yodiga shu nomliq mashhur bir cho'chak kelishi mumkin. Bu naqshining ismi bo'lsa Ali Baba. Xo'sh, shundaqda shu go'zal cho'chaklarni o'ylag'ash, bizningki mushu Gulimanning naqshlaridan huzur olamdik. İttifaqlıq güc, ittifaqlıq qəlbə. Millətlər ittifaqlığı tərbiyəsini balalarımızğa kiçikidilla sığdırış hər bir ata-ananın baş tartıb olmaydigan burcu. Tövəndə biz Sunay şahsatçısı Yasıncan Toxtu'nun kiçik dostlar bilan bizga elib kelgan Bahardagi ittifaqlıq güyü namlıq numurdan birlikdə huzurlaylı. Qani, mərhəmət.
Naqsha nim degan chiroyli qizlar bu. Men bak yaxshi ko'rdim bu numurni. Ha, Guliman oldi bilan do'stingiz bilan bir tanishaytamdi. 大家好，我叫马子晨，今年12岁，我来自乌市第75小学。好，那我想问一下，你们是好朋友吗？是的，虽然就是认识的时间不是很长，但是我们经常在一块儿参加唱歌跳舞的那种大型的晚会活动之类。我们是一家人。 Ui, öteki. Oy, bu soğukatlarınız mı Güliman? Ha? Ondaqda bugün şu ballar bayramı bilen dostunuz soğukat deyip kepsizden neyim soğukat? Adayım ben dostumga soğukat desem bulamdı. Buldu, hoş, qandaq soğukat ki gör bakaylı. Odan, çıraylık topu berdik ya dostuğa. Ha, rahmet. Dostunu mu soğuz paykende ha Güliman sizge? Ha, mana şarpmaz pek yaraştı. Bir görüşeytemsizler? Uy. Ha, mana. Hammaliyada şu milletler ittifaqlashib bir aylik kishilardan bo'lish tashabbus qilinayotgan bugungi kunda Guliman va uning do'sti bizni haqiqatan cho'nqur ta'sirlantirdi. Biz mush munosabat bilan ekran oldidagi va shunaqa mishadagi barcha kichik do'stlarning millatlar ittifoqligini kichigidilla ko'z qarchug'ini asirgandek asirishini tashabbus qilamiz. Undaqda do'stlig'inglar ko'zdagimiz Guliman keyingi numurni birlikda ko'rib boqandik. Ma'qul.
Nurşat müşü tüvendeki çavak avazları min bek ayacalandırdı. Nurgulgan köpçelik bu naqşını bek yaxşı köydü deymen ha. Şundaq bu naqşıdan barlıq tamaşibin dostlarımızmı tolumu ayajallandı dep oylaymiz. Muşu Katyusha namlıq muşu naqşa ayni vaqt ijad qilingan şu davrlarda Şinjan Uyghur Abdunum rayonumuzdan joy-joylarda etilib, barlıq görürmən dostlarımızdan köngildən unutulğısız orun alğan idi. Şundaq Gül İmamı bu naqşını müşü 5 yaşqa kirmegen vaqtida özünün çiçik avazı bilan etib, bizning müşü körmələrimizning yüreklerini acayip ayajan qısagan. Bugün mu naq maydandaki tamaşibilarni yana bir qitim hayran qaldırdı. Şundaq bu hayajanlıq gap sözlərimizni sözlesek, bu sözlər tökülməydi. To'g'ri. Nigara diqqat qildingizmi ekan, bugungi mushu kechiligimizga kichik do'stlardan boshqa ota-onalarmi alayli ko'p qatnashdi. Shundaq, ota-ona degan har vaqt, har zaman mushu bolalarning xushalligiga, qayg'ulariga hamdam bo'ldi emasmi? Bugungidek bayram kunlarida balkim ularmi o'zlarining farzandlarining xushalligiga hamdamda bo'lish uchun, birga bo'lish uchun bizning bu kechiligimizga qadam tashrif qildi deb o'ylaymiz. Shundaq, ota-onalar har vaqt bolalarning xushalligi uchun har vaqt badal to'lagichi. Mana mushu so'zimizning dalili sifatida shu kichik do'stlarimizmi aqlini tepib, Gül İmanmı bugün mushu kechilikda onasining o'ziga to'lagan shu badallarga javob qaytarish uchun, minnatdorligini bildirish uchun o'zining ona degan naqsi orqali onasiga bo'lgan shu mehr muhabbatini bildirmoqchi. Undaqda Gül İmanning shu naqsini birlikda o'zlanadi. Bo'ladi. Xo'sh, undaqda Gül İman o'z onasiga qanday yurak so'zlarini aytmoqchi birlikda ko'rib baqamdi. Qani, marhamat. Yaşamıma sızsız ben herkes ana. Ana koydumsuz niren kötü. Ana şokladım mi geçiyorum. Ana emre bulumsuz mava. Geçiyorum ana. Haksızlar süpebileysiz. Hadden yamanı sizler kordaysız. Şunlaş kavini perştemsiz ana. Yaşamıma sızsız ben herkes ana. Kapılıktım bulsun hali bu dünya. Ana koydum siz niren kötü. Ana çokluğum geçirim. Ana
Qadrli tomoshabin do'stlar, yuqorida biz Gul Iman qizning tatliq ovozidan chiroyli naqshlarini shundaqla hamrohlarining chiroyli qusullaridan hozirlandik. Endi numarimiz bo'lsa, balki shu sahindagi shu ustaldan his qilgan bo'lishinglar mumkin. Sehrgarlik numeri. Sehrgarlik numerini biz cho'nglarmi shundaqla kichik do'stlarmi alayda yaxshi ko'ramiz. Biz tuvandagi shu sehrgarlik numerini o'rnab berishga Xinjiang Master Magic Sehrgarlik klubining serik ustasi Anvar Ozod Elchinni alayda taklif qilamiz. Qani alqishlarimiz bilan Anvar Ozod Elchin. Assalomu alaykum, naqmaydandagi aziz qarindoshlar, ekrandagi kichik do'stlar, hammalarning ballar bayramiga muborak bo'lsin. Rahmat. Shu ballar bayramida kichik do'stlarimizga sehrgarlik nomeri yeb kelibsiz. Unda biz vaqtni chang tutib, mush nomerimizni boshlayib o'tamdik. Bo'ldi. Unda bo'lsa biz hozir birinchi nomerni o'ynab ketdilar. Unda shu ballarning aql qobiliyati uchun foydali bo'lgan yemaklardan yemaklik bor. Kichik do'stlar bilamsizlar? Nima? Yangoq, nima? Yangoq. Unda qildi, ha? Meni bu yerda tayyorlab qo'ygan narsalardan bir nima? Telefon. Telefon. Telefonning ichida mening rasmim bor. Ko'rdingizmi? Rasm bor. Bu ham nima degan? Yangoq telefon qo'y, diqqat. Qarasak 1, 2, 3 qo'ysak, ichidan bitta yangoq. Voh. Qo'ysak bitta yangoq. Voh. Nimaga angamroq? Mama? Raskipani qila. Mama, olmani yaxshi ko'rma. Olmani yaxshi, o'zinglar bekar yaxshi ko'rgan narsalardan, hammadan yaxshi ko'rgan narsalardan. Hada. Nurg'un odam yaxshi ko'rgan narsalar odat pulchi. Ha, men yeydigan narsa o'xshaydi. Pul degandek. Meni qo'lim nima ekan? Buning uchun sizlar qanchalik pul bordi? Unda avval ko'ra baqali, ha? Mana basak. Voh. Voy. Nima baka kichik do'stlar? Voh. Bu odatda biz turmushimizda xatolik yuz berib qoladi. Emnet buning ichida nurg'unlig'an quruq qog'oz. Baxsamlamdi. Ha, oq quruq qog'ozga balla. Oppoq quruq qog'oz degandek. Odatda biz faqat tirishsaqlar, har qanday narsani qilsak butunlay pulga aylantirib yetalaymiz-chi. O'sha ikki narsadan men tayyorlab qo'ygan narsadan bir narsa bor. Nima ekan? Paxta. 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 Paxta shunday qo'y. Paxta. Ondan tayyorlab qo'ygan narsadan yana bu yerda nima? Saranga. Saranga. Qo'limda saranga shundaqla paxta bor, shunday qo'y. Avval bir tal saranga oldi. Diqqat. Elab saranga, paxta. Diqqat qarab turinglar. Yasak. Yasak. Paxta yana 100 yil pul. Voh. Qani chavak. Endi o'ynaydigan narsadan bo'lsa, bu yerda stakan. Stakanning ichida ko'rsak, bir tal top. Avval stakan qo'yib qo'yay. Bir tal top. Shunday qo'y. Topni ilib, po'qil qo'yib yutib, qo'ysak, yutib ketadi. Yana paydo bo'ldi. Top. Buni ilib, tashlasak, yana balkonda paydo bo'ldi. Voh. Buni ilib turib, qo'ysak yana bundan paydo bo'ldi. Bu topning qanday sir borligini bilamsizlar? Buni yo'qotishga odat bek ko'p kuch sarf qilamiz. Odatda men tutib ilib, bunda kuchimga qilsak yo'qmaydi-ku bu. Qo'ysak, yo'qotdi, topga qilsak, yana paydo bo'ldi. Endi bu yerga stakanning ichiga topni soldi degandek. Buni ichiga silib, top yashina qo'y. Stakanning ichida yo'q, buni qo'yib yutay. Top neda hozir? Qo'limda qo'y. Bu yerda top yo'q, faqat qo'limda. Buni ilib yanchiqimga sevatsam, hozir top neda? Yanchiqda. Qo'ysak, yanchiqni ilib oldirmay, qo'ysak, yana stakan ichiga tushib qoldi. Ondan bu o'ynaydigan narsalardan bu yerda bir qo'limdagi nima ekan? Yeb shunday qo'y. Sen so'rab baqsam, bu qanday rangli yeb? Macho. Avval nima qildi? Avval bu oq yipni ilib men bir chigib yutay.
Chigish qilayotganim qaysi? Oq. Oq shundaqmi? Oq. Avval tutun o'raymiz degandek. Ana tutib turib, tatib oqdagi chigish qizg'il kirib qoldi. Wow. Ondan bu chigish agar biz kerak bo'lib qolsa qanday qilamisak, buni ilib qo'yasak. Tatib chiqarasak bo'laveradi. Agar lozim bo'lgan qanday qilamisak, lozim bo'lgan edib turib, etib yana buning bilan bir butun gavda o'qtidi. Ondan yana chiqimizdan qo'limiz nima ekan ko'ra oldingizmi? Albatta ko'ramaysizlar, chunki sizlar sergar emasda. Buni elib, sergarlik kupa bu, buni elib chechib bu ishga yeb bir butun gavda o'qtidi. Wow, men bir ko'rib boqaymi? Ko'rib basa oldi. Haqiqatan musulmon orasiga kiribdi mana vallah. Wow. Barcha kishilarning Ballar bayramiga muborak bo'lsin. Ballar bayramida ham yaxshi o'tkazinglar. Xayr xo'sh. Ha, xo'sh, Nurshat, men sizdan yana bir savol so'ray. Voy, bugun siz menda savollar so'rab javobdan chiqyapsiz. Sizning, ha, undaqda gul nimishqa buncha qizil? Gulni mush parvish qilg'uchining qon tari singanlik uchun qizil. Uy, pek romantik javob beryapsizga, to'g'ri. Numerongiz 100. Menimcha bu 100 numarni menga bermaysiz qarsam, Gul Iman chiroyli qiz o'tirdi, ya'ni bugun kechilikimizning bosh personaji bo'lgan shu Gul Iman Gulga munosabatli bir naqsh etadigan o'xshamamdi. Ha, bak aqlli jumosiz. Gul Iman bugun shu tuanda bizga ikki xil tilda, ya'ni xanzcha bilan tojikcha tilda gul nimishqa buncha qizil degan naqshni aytib berdi. Qani, marhamat. Gül
olmada. Yok agarotanla boşatmak kiberun meşava. Abla garazın naktasak tobrun meşavas. Abla garazın naktasak tobrun meşavas. Yok agarotanla boşatmak kiberun meşavas. Yok agarotanla boşatmak kiberun meşavas.
Yaxşıman, apam dadamның, ay yıldızıman, köpkek asmanның. Oy, şiiri ilhamlarınız bozulup kaptığı. Gerçekten bugünkü müşü keçiligimizge qatnaşqan ballardan işim çoğ bolsumu. Lekin men yanıl apam dadamның məlikisi bolğan ikensel ayacanlanıp Bugün qaldım. kichik dostlarımızdan sal qizg'inib qolibsiz-da. Azroq. Gerçi bizning yeshimizning qanchalik cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar, biz har vaqt o'z ota-onamizning malikisi va shahzodasi. Shundaq. Mana bugünkü müşü keçiligimizning məlikisi bolğan Gülimanmı yuqorqi numurlarda müşü özünün apsığı bolğan yürek Şundaq. sözlerini aytib bizni bak ayacanğa sağan edi. Endi bolsa Güliman dadamның ko'ngli yerim bo'lib qolmasin. Wow. Dadamga mı yürek sözüm var deydi. Birlikte anlap bakalım. Qani, birlikte anlap o'taylik. Aka qizim men jinimda da sho'xlik qilib to'qimayman. Yiqish ko'zdak asrab meni qo'shdim qattiq jinimda da. Malika buvan jinimda da. Malika bulayda da. Malika buvan jinimda da. Malika bulayda da. Balina altın çığım, kulak beksep süzük akıl çığım. Balina babaş çığım, şimrlep yutulsak yanır çığım. Balina altın çığım, kulak beksep süzük akıl çığım. Balina babaş çığım, şimrlep yutulsak yanır çığım. Melikisi men dadam apamning, ay yulduzi men köpkek asmanning. Naqshi aytaman, usul o'ynayman, erkin bir qushman bog'i butunam. Melikisi men dadam apamning, ay yulduzi men köpkek asmanning. Naqshi aytaman, usul o'ynayman, erkin bir qushman bog'i butunam. Malika buvan jinimda da. Malika bulayda da. Malika buvan jinimda da. Malika bulayda da. Ko'zlarim o'ynab turar. Sizlarim yurakni yorar. Ko'zlarim o'ynab turar. Sizlarim yurakni yorar. Sizlarim yurakni yorar. जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई अच्छी खासी जगड़ी चंगी घड़ी बावड़ी होगी मैं घड़ी बावड़ी होगी मैं घड़ी बावड़ी होगी मैं घड़ी बावड़ी होगी मैं घड़ी
जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावली होगी मैं 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 घनी तू घड़ी बावड़ी होगी 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 बावली होगी 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 बावली होगी घड़ी बावड़ी बावली होगी बावली 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 होगी बावली होगी बावली Nurşat, yuqorqi naqshlarni anglab, usullarni ko'rib, haqiqatan hayajonlandim, bolalarımizga qoyil bo'ldim. Shundoq Bolalarning to'g'ri deysiz. ichidimi, bolalar naqshlarining ichidimi kishini ajoyib his tuyg'ularga ega qiladigan o'zgacha naqsh muzikalar intayin ko'pkan. Shundoq to'g'ri dedingiz. Ballar san'atining taraqqiy qilishiga ergishib, odamni ajoyib his tuyg'ulari soladigan, ta'sirlantiradigan isil nomerlar maydonga kelyapti. Shundaq, yuqorqi so'zingizni isbotlash uchun biz shu Monkey ballar san'at o'mikini taklif qildik. Ularning o'rilishidagi chatma naqsha davomli huzurimizda bo'ladi. Qani, marhamat. Seher durup ormanın yüz kolumni uyuyman Oylarni süpürüp gülleyes uyuyman Özüm baday tügmemli özüm yuyay günümni Dağda baba koldan özüm beylay dişimni Gittim çiraylı Gittim çiraylı Köyden mektepten Gittim çiraylı Köyden mektepten Gittim çiraylı Rəşik yürüymən Özüm çiraylı Yaxşı barıymən Özüm çiraylı Yaxşı barıymən Özüm çiraylı Küçük olsam Sakla amrak barıymən Tam səhərdə zoxuyəm Skirib qaçalıyəm Tam səhərdə zoxuyəm Skirib qaçalıyəm Ata anam zoxuyəm Muzikamni anlayım Məktəbim uluslayım Mini dayım danlayım Məktəbim uluslayım Mini dayım danlayım Şıpırlaydı yıldızlar Gözlü şişip özgece Ularının zünneti Muğirlarının sözgece Ularının zünneti Muğirlarının sözgece Gel kozan şu yıldızlar Ben kuzullar yaralı Ben dağlarının eşi var Bizden bulur karanı Sana baksan olanın Sallirino çekiyor Adaş bulay istemem Gözlü şivu gidiyor Adaş bulay istemem Gözlü şivu gidiyor Farzandlarni yaxshi o'qitib, ularni yuqori sapoliq ixtisos egalaridan qilib tarbiyalab chiqish har bir ota-onaning orzusi, mas'uliyati va majburiyati. To'liq to'g'ri dedingiz. Mushu shuvarga bolalarimiz qanday ovoz qo'shgandi? Tövandagi sho'q lirik usullarimizdan balalarimizning mushu savolga bergan javobini anglab baqamdik. Dostum to'xta sözüm bir anla Duruptur birden
Varayım nasıl saklan. Geldim yügrep karlar yakanda. Gelinle birge oynayımız nakşam başta. Geldim inemga bireyken bütünü zaman. İyimiz şaklar yatırmazken kuballar. İmge yemez gitti şok balla okey. Kim bala birge oynayımız nakşam başta. Şinjandagi har millat xalqi anarning donisidek zish uyushib, ittifoqlik, inoqlik marshini yangirtayotgan bugungi kunda qarindosh millatlarning naqshi usullari sahnamizdan kam bo'lsa albatta bo'lmaydi. Endi huzuringlarda bo'ldig'ini o'zbekcha usul shodlik. Osmadan demang, demang, dilimni yarosini, bevafo yordan demang, qarosini. Osmadan demang, demang, dilimni yarosini, bevafo yordan demang. Kuzatavermang mana, so'zlayvermang bema'ni. Kuzatavermang mana, so'zlayvermang bema'ni. Tanlaganim bor mana, bo'ldi g'amimni yemang. Tanlaganim bor mana, yey bo'ldi g'amimni yemang. Qo'shimni qarosini, osmadan demang, demang, dilimni yarosini, bevafo yordan demang. Qo'shimni qarosini, osmadan demang, demang, dilimni yarosini,
şaşılıp kelmang. Bas bel bağıngiz baylab yanımga şaşılıp kelmang. Başını qarasini o'smadan demang demang, dilimni yarasini bevafo yordan demang. Başını qarasini o'smadan demang demang, dilimni yarasini bevafo yordan demang. Saylardan o'tganimda, yarimni kutganimda, saylardan o'tganimda, yarimni kutganimda, dastagul kutganimda, kelib jonimga tegmay. Dastagul kutganimda, kelib jonimga tegmay. Qo'shimni qarosini o'smadan demang demang, dilimni yarosini bevafo yordan demang. Qo'shimni qarosini o'smadan demang demang, dilimni yarosini bevafo yordan demang. Özüm küçük bulğunum bilen, hayallerim ormanların kü. Özüm küçük bulğunum bilen, hayallerim ormanların kü. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Bu dünyanın güzelliğini köyleyme şu köylerim bile. Bu dünyanın güzelliğini köyleyme şu köylerim bile. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Yasli mektep dostlarım güzel, bağdaki şu kuşlarım güzel. Yasli mektep dostlarım güzel, bağdaki şu kuşlarım güzel. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya. Dünya, dünya, güzel dünya.
Yaqında Toshqo'rg'on Tojik avtonom nahiyasida Tojik qarindoshlar yer tavrash ofatiga uchirdi. 1-iyun ballar bayrami munosabati bilan shu yer tavrash o'rnidagi barliq qarindoshlardan samimiy hol so'raymiz. Tuvandagi nomerimiz orqali yer tavrash yuz bergan shu o'rnidagi barliq kichik do'stlarimizning ballar bayramini qizg'in tabriklaymiz. Ana desem aydek isil, pikir dadam baydek isil. Vay. Yaxshi aytdimmi? Nurshod paypayzg'u. Mushu al Naqshi söygen talay sanat. qilib qaldingizda. Al söygen sanatkarimiz Sanobar Tursun adimizning bu naqsini pek yaxshi aytayotdingiz hamdi. Shundoq. Hamdi yaxshi yerga chiqib, hamda hayajonlangandik. Chiqib qaldingizda. Oxirini Men anglaytaylik. odatda mana naqshlarning tatliq yerini aytibla boshqalarni hayajonlantirishni bek yaxshi Oy, ko'raman. yaxshi. Naqshi taladiganligimni mishat ko'rsatib oldim. Sanavar adamning bu naqsini hammamiz yoqtirib anglagan. Shundoq. Lekin ko'nlarning shundoq bir gapi bor. Qushqash bo'lsa-mu qassob so'ysin deydigan. Garchi men kasbiy naqshchi bo'lmasam-mu, lekin biz bugungi mush kechiligimizning malikasi bo'lgan Gul Imonning og'zidan Sanavar adamning mush naqsining ballar nusxasini birlikda anglab baqsak qanday deysiz? Albatta bo'ldi. Ko'pchilikmi menimcha cho'qim buning intizor bo'lyotdi deb o'ylayman. Undaqda birlikda anglab baqaylik. Qani, marhamat. Ana sen oydek isil, fakir dadam baydek isil. Ana sen oydek isil, fakir dadam baydek isil. Dünya yığmay, dünya söyledi.
Can diyen nişan, can diyen nişan. Can anamның bir tolgaqı. Can diyen nişan, can diyen nişan. Can anamның bir tolgaqı. Ata anam behmu isin isilla diye kalar nesil. Bergetçe sügü akıl tim muradi bular olsun. Berge şenç sügü
Nurşat, Xo'sh. mening his qilishimcha, mana mushundaq, mayli qandaqli bayram bo'lsin, hammadan ben xushal bo'ldig'ini mushu kichik do'stlar ekan, ha? To'g'ri deysiz, chunki xo'shallik qishqa hammadan tan xo'shal bo'ldi emasmi? Shundaq. Qaragan sizningmi bog'chilarga berib shu bolalar bayramilik o'ynab kelgingiz kelyapti o'xshaydi. O arzuyimi yo'q emas albatta. To'g'ri. Lekin men bugun bayram, men xushal degan nomerni e'lon Siz qilmoqchi. nomer e'lon qilmoqchimisiniz? Shundaq. Qani, hoziringlar bo'lsin. Bugün bayram, ben kuşam. Hammalarga assalom. Amroq do'stlar yanımda. Ular mendek yotquram. Bugün bayram, ben kuşam. Hammalarga assalom. Amroq do'stlar yanımda. Ular mendek yotquram. To'ylarim sayraydi. Tachaqlarim kishnaydi. Ko'zlaklarim margilan. Ko'nigimni tislaydi. O'g'aylarim sayraydi. Tachaqlarim kishnaydi. Ko'zlaklarim margilan. Gözlerim sekraydi. Kulaklarım ağrıydı. Üşüklerim rüyalar. Yanlarımı süreydi. Üşüklerim rüyalar. Yanlarımı süreydi. Bugün bayram, ben kuşam. Şular bile oynayman. Şu dostlarım bekliye. Ben sanıyla duymayman. Bugün bayram, ben kuşam. Şular bile oynayman. Çocuklarım bekliye. Ha, Güliman, bugün hoş buldunuz mu? Hoş bulduk. Qanchalik hoş buldunuz? Bak hoş buldunuz mu? Azroqmi? Pek. Nimishqa? Chunki men mush kichikligimni qilib pek hoş buldum. Undaqda mush kechilikni qilish jarayonida oppongiz, muallimlaringiz pek chapatati, shunaq qo'shlar yurak so'zingiz bormi? Yurak so'zim bor. Mushu barliq rahbarlar, umum kichik do'stlar, rejissyorlar, barliq odamlar men uchun chapatati. Voy, nimda aqlliq.
Şularga köpten köp rahmet. Oy, sizga rahmat. Ballar bayraminglarga muborak bo'lsin. Rahmat. Men shu eng oxirgi yurak so'zimni esam bilamdi. Bo'ladi. Mening shu chappa tatgan Mahbirat muallim, Fazilat appam, Minavar appam, Akramjon akam, hamma adam men uchun chappa tatdi. Rahmat, muallim Jafo jafo chektiniz, muallim. chektiniz. Rahmat muallim jafo chektiniz. Haqiqatan bir-birdan sarxil nomerlarni bizga sovg'a qildingiz. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Hamda Minavar muallim bo'lsa, bugungi shu baxit guli bolalar san'at kechiligimizning usul rejissyori shunaqo. Shunaq. Xo'sh, aziz mehmonlar, taraf-tarafdan ittifoqlik gullari, baxit chechaklari echilayotgan mana mushundaq shodiman, xo'shal-xo'ram paytlarda 1-iyun bolalar bayramini birlikda Darqamda o'tkazdik. Shundoq bugun kechiligimizning muvaffaqiyatli suratga ilinishiga, muvaffaqiyatli o'tkazilishiga yetakchilik qilgan shundoqlar yaqindan yordam bergan Urumchi televiziya stansiyasiga barliq rahbarlar, shundoqlar ishchi xizmatchilarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Akramjon aka, qani keling. Mushu Akramjon aka mening ko'p musiqalarimni ishlab chapatadi. Rahmat. Rahmat. Oxirda naq maydoniki va shunaqla ekran oldidagi barcha aziz kichik do'stlarning bolalar bayramini yana bir qatam muboraklaymiz. Bolalar bayramingizga muborak bo'lsin. Xayr xo'sh. Tuttur qo'li o'zidayman ona. Men shu dunyoda sen chiroyli. Meni quchoqlab sevib qo'ying ona. Yashamayman sizsiz men nargiz ona. Tuttur qo'li o'zidayman ona. Men shu dunyoda sen chiroyli. Meni quchoqlab sevib qo'ying ona. Yaşamayım sizsiz ben herkes ana.